Meni uyim baribir chiroyli, uni oldida gullari ham bor hattoki. Yo'q, meni uyim baribir chiroyli. Sen bilan meni tortishib o'tirib kunni ham kech qo'yardim. Sen bilan ikkinchi marta bu yerda tortishib o'tirmayman o'zi. Mana shu gullar meni uyimda oldida turgan, ko'rdingmi? Bundan chiroyli emas sen uyingda oldidagi gullar, musurku. Yo, qanaqasiga musur? Bu gullaring musur. Sen musursan, tushundingmi? Sen musur. Sen bilan men shuncha paytdan beri vaqtimni ketkazib tortishib o'tiribman. Sen o'zing musur bo'lganing uchun shu yerda o'tiribsan. Ko'ryapsanmi? Sen o'tirma shu yerda. Men ketdim uyimga oldiga borib o'tiraman undan ko'ra. Voy, Jetel, qalaysan, yaxshimisan? Ha, zo'r. Qara, mana bu gul chiroylimi? Ha, o'ta go'zal, o'ta. Ha, mana bu ham tan oldi. Ko'ryapsizlar, men ustidan ham so'rayman. Voy, Jetel, qara. Mana bu gul chiroylimi? Qani. Sen ko'rsatmayman mayli. Sen ko'rsatgandan ko'ra o'zimga ko'rsatganim yaxshi-ku. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Jo'xa va sizlarni yangi videoyimda. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'rishinglarni so'rab qolaman. Chunki bilmayman bugungi videoda nima bo'lishini hali endi o'ylayapman-ku videoni. O'shanga oxirigacha stop. Bu qanaqa mashinalar? Bu yerda nima qilyapti bu mashinalar? Tushunmadim. Bu Jigulini balonni kim yeb qo'ydi? Kimdir ochqaganini yeb qo'ygan shekilli. Voy, yonidagi gelik вообще takoy gelik ekan, bor lekin urug'larni musorga tashlab yuborish kerak, ko'chaga tashlab qo'ygandan ko'ra. Yo, dahshat ekan bu, qaranglar, u o'tirib bo'lmas ekan lekin. U cho'kib ketar ekanman, suv emas-ku, lekin qanaqa cho'kib ketyapman bilmayman. Normal. Xullas bilmayman bu kimniki, egasi bu yerga parkovka qilib ketgan. Mayli, kimniki bo'lsa ham shu yerda tura qolsin. Normal bo'ldi. Men qo'limga kelib qolyapti. Motor dahshat, u 1.5 mi necha ekan motor? Motori musur ekan. Metallonni oldiga katta motorni qo'yib qo'yishibdi. Yaxshi. Mayli, hozir bir ikkita ishlarim bor, shular hal qilishim kerak. Ya'ni poluz ishlari bor. Chotki, menimcha juda ham chiroyli turibdi. Mana shu uyimni oldiga qo'yib qo'yaman. Kirgan odam kiraverib qarab o'tib ketadi. Yo, bunday chiroyli, o'ta go'zal-ku. Qayerdan olgan buni deydi, keyin men aytmayman qayerdan olganimda. Telefonimda o'g'layin, nima bu yoqqa qo'yib yuribman telefonni bilmasam. Xo'p, mayli. Hozir telefon kelyaptimi? Yo'q, soat telefon kelmayapti hali. Soat 9 bo'pti va men poluzdagi ishlarni qilishim kerak. Qo'shib qo'yib olayim, nimadir qilish kerak telefondan. Eshikni olib ketayim. Hozir poluzimdagi hosillarni yig'ishtirishim shart, chunki ancha payt bo'ldi yig'ishtirmaganimga. Mana bu mashinalar lekin rostdan ham stop. Ancha vaqt bo'ldi yig'ishtirmaganimga desam, kech yig'ishtirgan ekanman, esimdan chiqib ketibdi. Bo'ldi, mayli, unda yig'ishtirmayman. Mana bu poluzni yig'ishtiraman. U o'zimniki emas-ku, lekin mayli. Nima qilibdi? Egasi ko'rmayapti-ku, egasi ko'rmasa bo'ldi. Shuni yig'ishtiraman-da borib janob-merga soliqni berib kelaman. Tamom. Chunki soliq berishim kerak-ku bugun. O'zimda poluzimda hosil yo'q. Baribir qayerdandir olib berishim kerak o'shanga. Mana shu Jetelda poluzdagi hosillardan olib borib beraman soliq. Yaxshi, takoy, normal. Xo'p, hozir mana bu yerdagi kartoshkalarni ham oldim, bo'ldi. Endi qaytarib ekib qo'yish kerak, obunachilar, ko'ryapsizlarmi? Juda ham mehnatkash Jo'xaman, ko'ryapsizlarmi? Вообще normal. Ana endi qaytarib ekib chiqish kerak. Qaytarib ekish uchun menda narsalar bormikan bu yerda? Yo'q shekilli qaytarib ekish uchun narsalar. Hozir yana nimadir izlab ko'rish kerak. Yo'q, bu yerda ham yo'q, bu yerda vayli o'zini qaytarib ekaman, boshqa ekishga o'z narsa yo'q ekan. Bo'lganda nimadir qaytarib ekishga qaytarib ekib qo'yardim. Xo'p, mana takoy bo'ldi. Ana endi janob merdi yoniga borib kelsam bo'ladi. Telefon kelyaptimi? Alo, eshitaman. Hello, qalaysan yigitcha? Yaxshi, kim bu? Men Mr. Beastman. Ha, uying yonida ikkita mashina ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. O'sha mashinalarni sinovdan o'tkaz. Men senga har biri uchun pul tashab beraman kartangga. Mayli. Qachon o'tkazay sinovni? Xohlagan vaqting, bo'sh vaqtingda o'tkazaver. Aha, tushunali. Xohlagancha o'tkazsam bo'laveradimi? Ha, faqat sinasang bo'ldi. Bo'pti, rahmat. Yo, dahshat, Mr. Beast telefon qilyapti axir. Shaxsan Mr. Beastning o'zi ham yana mashinasini sinashim kerak. Endi buni qanday sinashni o'ylab ko'rish kerak. Qaysi bir yutganini ham achim kerak shekilli. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Jo'xa, nima gap? Soliqlarni olib kelgandim janob mer. Yaxshi qilibsan, olib kelgan bo'lsang, hujjatlaringni olib ket. O'zi kakras shuni aytmoqchi edim. Hammasi joyidami? Ha, to'g'riladim hammasini. Aha, mayli. Uyim to'liq rasmiy ravishda o'zimning nomimga o'tdi. Oldin bunaqa emasdi. Eski sotib olgan odamning nomida edi. O'shani to'g'rilatib ketdim. Hozir ana endi borib o'sha Mr. Beast aytgan ishni qilaman. Ya'ni mashinalarni sinashni boshlayman. Qanday sinovlar olib borishni o'ylab ko'rishim kerak lekin.
Tak hozir o'ylab ko'rish kerak. Qanaqa sinovlar o'tkazsam bo'lar ekan? Mana bu Jiguli yuradimikan o'zi? Menimcha yurmaydi-ku, u metallon bo'lib yotibdi-ku. Xo'p. Tak, minib ko'rish kerak albatta. Yuradimi yo'qmi unisini keyin u yurar ekan. Qanaqasi yuryapti? Baloni yo'q-ku buni. U menimcha bu havoni o'ziga balon qilib yuryapti, nimadir qilyapti xullas. Qanday yurayotganiga men rostdan ham hayron qolyapman. Bu texnologiya-ku bu. Xuddi bir oddiy temir o'zidan o'zi yurib ketayotgandek bo'lyapti. Uni qaranglar, u datchik ham bor ekan. Datchik qanday yonyapti bu mashinani hayronman. Voy, asta uyga urib olishimga salgina qoldi. Hozir buni shu yerda qoldiraymi-da. Men shu yerda turib tursin, hozir gelikni ham shu yerga olib kelaman. Keyin sinov ishlarini boshlab yuboraman. Sinovdan keyin qanday natija hosil bo'ladi unisini bilmadim, lekin qaysi biri yengib chiqadi o'shani ko'rish kerak hozir. Tak, asta buramiz va bu yoqqa. Mana bu tez yurar ekan, buni boshqarish ozgincha qiyinroq lekin. Hop, tak, okey. Hozir sal teparoqqa mashina qo'yib qo'ysam, menimcha bo'lsa kerak. Shu yerda tura qolsin, mayli. Mana shu oldiga va namuncha buni roli tinmay buriladi. Voy to'xta. To'xtamayapti-ku, bu tormoz ishlamaydi. Ruchnoyni tortib to'xtataymi, nima qilsam ekan? Bo'ldi mana shu ozgina tush pastga bo'ldi. Всё, mana shu yerda turib tursin. Men hozir kerakli narsalar olib kelaman uydan borib, uydanmi yo boshqa joydan farqi yo'q, qayerdan bo'lsa ham topib kelishim kerak. Keyin esa gap qaraylik, adashib ketyapti, til sepib chiqib ketyapti. Hozir keyin esa sinov ishlarini boshlab yuboraman. Xo'p, gelik menimcha yutib chiqsa kerak, katta ehtimol, chunki gelik zo'r mashina, to'g'rimi? Yo, mana bu ham anoyi emas ekan, muhimi yurar ekan. Men yurmaydi deb o'ylagandim buni. Qanday yuryapti, tushuna olmayapman. Lekin musor ekan to'g'risi. Bor orqasidan vobshe salon chiroyli ko'rinar ekan, lekin musor bo'lsa ham. Xo'p, bo'ldi. Hozir nima demoqchi edim, nimani o'ylab turgandim? Mana hammasi tayyor. Ana endi bu yerga bloklarni qo'yib chiqish kerak. Bu yerlarni katta qilib teshib chiqdim. Menda temir, panjara, keyin mana uning nomi nima edi? Zabor. Mana shu narsalar bor. Shularni shunday qo'yib chiqaman-da, keyin ustidan mashinalar yurg'azib ko'raman. Keyin ko'ramiz, qaysi mashina nima edi? Sinovdan o'tadi, chidamli mashina bo'ladi. Keyin ko'ramiz albatta sinab. Hozir mana shu yerga bloklarni qo'yib chiqaman hammasini. Va mana hammasini qo'yib bo'ldim, oxirgisini ham qo'ydim. Endi bu yerdan mashinalarni yurg'izib ko'rish kerak sinov uchun. Qaysi biri o'tadi, qaysi biri o'ta olmaydi. Mana qaranglar, bu yerda lavali magma, keyin o'rtada temirdan keyin mana bu yerda yog'ochli zabor va temir zabor. Mana shu narsalar ustidan yura oladimi yo'qmi? Endi buni qanday olaman? Buni tushib chiqish kerak. Voy, yomon issiq ekan, bor mayli shu. Nima qilaman? Shu yerda turib tursin, mayli, mana shu yerda o'stirib qo'yayin shu yerga gulni. Xo'p, birinchi bo'lib gelikni emas, Jigulini sinab ko'rayim. Birinchi chunki musorda bu titilsa ham tezroq titilib ketsin deyapman. Titilmasa ham kerak, u qanday ichidan o'tib ketdi, bilmam. Hozir tak, bu yerdan birinchi magmadan haydab ko'raman. Menimcha magmadan muammosi o'tsa kerak, chunki bu temir-ku, temirdan issiqlik o'tmaydi. Xo'p, to'g'ri haydasam o'tib ketar ekan-da. Davay, qani. Menga ta'sir qilmayapti hech narsa. Bitta balon bo'lmasa ham hech nima bo'lmayapti, yonib ketmayapti, lekin qo'yil takoy ekan, normalli. Xo'p, keyingi bosqichga o'tamiz. Temirli yo'lakdan ham normalli, hech qanaqa problemalarsiz o'tyapti. Keyingisi yog'ochli zaborli yo'lagi. Bundan menimcha hech qanday muammo bo'lmaydi. Bundan o'tishda ham oxirida shu temirli yo'lakda nimadir bo'lsa kerak. Mana bu yerda latukli bo'lar ekan. Tushib chiqib yurar ekan. Ajoyib, chotki. Sinov sal bo'lsa ham kuchliroq bo'lyapti. Oldin sinov qilmagan, menga oldingiga nisbatan demoqchi bo'lyapman. O'zi birinchi qilayotgan sinovim shu bo'ladi. Burilmayapti. Voy, nima qilyapti bu? To'xtalab rol ishlamas ekan. Bu o'zi musor ekan. U gelik yutib chiqishi aniq-ku. Sinab berdi edi Mr. Beast menga. Sinamasdan turib, mana bu yerda rostdan ham qiynalar ekan. Baloni yoriladi desam, buni baloni ham yo'q. Baloni bo'lsa yoriladi-da. Bo'ldi, bu sinovdan a'lo darajada o'tmadi-ku, lekin o'tdi, chidab o'tdi muhimi. Eshigi qiyshayib qopti, qaranglar. Qayerdan qiyshaygan bilmadim. Balki men ochib o'pganimga sinib ketgandir yoki nimadir qiyshaygan xullas. Endigi navbat gelikda minasan, sinovni qilasan deydi-yu. Bunaqa maqol yo'q, o'zim o'ylab topdim hozirgina. Xo'p, birinchi magmadan yuramiz. Hozirgidek emas, hozirgidek.
keyin temir yo'lakka o'tamiz. Bu yerda burish sal problemaroqda. Xo'sh, asta, chunki bu juda ham tezkor mashina. Buni asta haydamasa, bir joyga urib qo'ysam, keyin dabdala. Buni pulini to'lash bor. 350 ming dollar turadigan mashina. Xo'p, bu yerdan yana buramiz. Normal. Voy, nima bo'ldi? Hozir yana burib kelaman. Mana bu yoqlardan borib burib kelish kerak ham bilmayman. Xo'p, yog'ochli zaborni ustidan haydash kerak hozir. Keyin temir zaborga o'taman. Normal hech narsa bo'lmadi. Faqat hozirgidek chayqalish bo'lyapti. Demak, ikkita mashinada ham amortizator yo'q. Shunchaki o'ynab ketyapti. Tak, endi oxirgi sinov, ya'ni temirli zaborni ustidan yurg'izish. Qani nima bo'lar ekan? Hech narsa bo'lmayapti. Takoy, bu ham cho'tga o'tdi. Faqat bunda aytganimdek amortizator yo'q. Magmadan yana bir marta sinab ko'ramiz. Qani hech narsa, hammasidan birdaniga o'tsam hech narsa bo'lmayapti. Demak, menimcha gelik eng kuchlisi. Ya'ni ham bilmadim. Xullas, sinovni oxirgi natijasini sizlardan so'rab qolaman. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qaysi biri sinovdan o'tdi, qaysi biri o'ta olmadi, qaysi biri zo'r, qaysi biri yomon. Ikkalasini ham yomon deb bo'lmaydi. Ikkalasi ham yaxshiroq, lekin aynan qaysi bittasi yaxshiligini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlarning fikringlar qaysi biri yutishini hal qiladi? Qanunda let's go.